Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan to'liq avtomatik suv ishlab chiqarish liniyasining eng qiziq qismi qadoqlash bosqichini ko'rib chiqamiz. Ushbu ishlab chiqarish liniyasi 5 ta bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichimizda avtomat konveyerlar bo'ylab bo'sh plastik idishlar birma-bir maxsus qolipga joylashtirilib, shakl beriladi va to'ldirish zonasiga yo'naltiriladi. Ikkinchi bosqichimizda toza suv maxsus bakdan kelib, avtomatik nasoslar orqali idishlarga quyiladi. Uchinchi bosqichimizda to'ldirilgan idishlar keyingi zonaga o'tadi. Avtomat qopqoq beruvchi mashina har bir idishga qopqoqni yopadi. Qopqoq mahkam yopilganini sensorlar tekshiradi. To'rtinchi bosqichimizda idishga brend nomi, tarkibi, ishlab chiqarilgan sana yozilgan yorliq avtomatik yopishtiriladi. Yorliq tekis va chiroyli joylashishi uchun lazerli sensorlar ishlaydi. Beshinchi bosqichimizda tayyor suvli idishlar guruhlab polietilen plyonka yoki karton qutilarga joylanadi. Robot yuklovchi ularni paletlarga tartib bilan teradi. Paletlar strech plyonkaga o'ralib, ombor yoki yuk mashinasiga jo'natiladi. Agar ushbu ishlab chiqarish liniyasi sizga qiziq bo'lsa, Shoptima jamoasiga murojaat qiling va bizni kuzatishda davom eting.